Alaykum do'stlar, sizlar bilan Hakeruz. Bugungi videoda sizlar bilan Minecraftda Vegemani qilamiz. Xo'p, bu Minecraftda nima qilish mumkin? Masalan, siz YouTubedan kommentariy orqali qanaqa modda o'ynashim haqida yozib qoldirasiz va o'sha modni men o'zimning kartamga qo'shaman. G'alati. Xullas, qani kattu. Xo'sh, obunachilar, birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda daraxt buzamiz. Keyin resurs qidiramiz. Xullas, uy quramiz. Bu momsiga ajoyib ekan. Bu yangi versiyalarda qo'shishganda buni. Hali urmay qo'ya qolamiz. Xo'p, obunachilar, demak, kamida shu 64 tacha daraxt yig'aman. Qani ketdi. Xullas do'stlar, 19 tacha daraxt yig'ib oldik. Endi sal shaxtaga tushib, bir ikkita resurslar olamiz. Oh, la'nati. Hop. Nimalar bor ekan bu g'orda? Mana men sizlarga aytaman. Mana bu narsa lava oqib tushgani rosa kerak bo'ladi. Masalan, ba'zi bir kartalarda mana shu rosa kerak bo'ladi, boru. Xullas, g'orga tushamiz. O, muttamiz bor ekan, endi o'zimga misli so't yasab olaman. Hop. Kilka yasasak. Kilka. Endi ozgincha tosh qo'yamiz. Qani, ozgincha tosh qo'yamiz. Qani, go. Ana, kilkamiz ham sindi. Endi o'zimizga asli qilyasa olsak, yaxshi bo'ladi. Bu esa lekin ajoyib. Chunki misdan siz o'zingizga so't yasab olasizlar. Xo'p, ana shuni olsak zo'r bo'ladi. Xullas, kim yasaymiz? Muttaka yasaymiz. Hop, bo'ldi. Bu kartada kommentariyaga qanaqa modlar, masalan, bu kartaga turli xil modlar qo'shish mumkin. Har Minecraftni har kommentariyalarga qarab, har gapirgan kommentariyalarga qarab mod qo'shaman. Shu kommentariyada qanaqa modlar qo'shishim haqida yozib ketsanglar va nechta mod qo'shishimni bu kartaga yozib ketsanglar, o'shancha mod qo'shaman. Har bir yozgan so'zinglarni ko'rib chiqaman. Bu ancha chuqurroq o'xshayapti menimcha. Botga fakelsiz tushib olmaydi, chunki o'lib ketish hech gap emas. Hop, mana misni olsak, zo'r bo'ladi. Hop. Ba'zi zo'r modlar bor. Xohlasanglar meni Telegram kanalimga ham o'tib ko'rishinglar mumkin.
Telegram kanali YouTube tutyapmiz. Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Nomini shu ekranga chiqazib qo'yaman. Hop, yozib oldik. Endi saqal bu joylarni qarab ko'ramiz. O marta metal bor ekan. Shu boru aziz obunachilar, shu Kaizo bilan katta odam kanali. Ular Minecraft o'ynayotganlar juda menga yoqadi. Chunki ular modni juda ham zo'r qilib tanlab qo'yishganda. Xullas, agar sizlarga kerakli modda, agar sizlarga kerakli avtomat modimi, mashina modimi, har xil horror modlar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Telegram kanali nomi mana shu ekranni ustiga chiqazib qo'yaman. Nima bo'ldi? Voy, skelet ekan. O'ylanadi. Hop. Randga chiqqanimiz yaxshi, o'tda metal bor ekan. Tekin olamiz. Shu yerda uxlashga to'g'ri keladi, menimcha. Shu yerda uxlashga to'g'ri keladi. Hop, bo'lmasam ma'at ko'rib chiqamiz. Qani, go! Xo'sh, bolalar, biz qaboldik. Mana o'sha vaqtinchalik yashab turishga qaboldik. Digital bor ekan. Zombie digital. Vaqtinchalik yashab turishga qaboldik. Endi hozir bir ikkita narsalarni eritib olamiz. Xohlasanglar kreativda unaqa kreativda imperiya noldan ulkan imperiya qurish videosini chiqazaman. Agar shu videoga 15 ta dona like yig'ib bersanglar, endi 15 ta like jalqa bo'lmasa kerak. Endi 15 ta dona like yig'ib bersanglar, shu videoning ikkinchi qismini yokida 20 ta like yig'ib bersanglar, kommentariyada yozgan fikringlarga qarab shunaqa video chiqazaman. Keyin bu YouTube bo'yicha faqatgina Minecraft emas, har xil o'yinlarni obzor ham qilib ko'rishim mumkin. Masalan, Definition 2, Counter Strike, yana har xil o'yinlar. Descender bor desammi nomi? Yo zombili o'yin. Xullas dahshat o'yin. Uni ham chiqazaman. Agar kommentariyada yozib qoldirib, mana shu videoga 20 ta 15 ta like yig'ib bersanglar, bu videoning ikkinchi qismini chiqazaman. Yoki kommentariyaga o'z fikringlarni yozib ketsanglar, shu videoni ikkinchi qismini chiqazaman. Yoki boshqa video chiqazaman. Mana qornim och. Xullas, nima bor? Yeyishga ham zombini go'shti bor. Hop. Uxlaysam. Qo'yijini yo'q. Hop, bolalar. Men vaqtim cho'zilib ketdi. Xullas, bitta yasasam bo'ldi. Sizlar bilan xayrlashamiz va bitta hol. Xullas, obunachilar, bizga berilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi va yana reklama. Shu
Telegramda Tinchlik imperiyasi degan kanal bor va u kanalga kirsanglar bolalar bilan mazza qilib serverda, Minecraft serverida kirsanglar bo'ladi. Shu kanalning nomini ekranimga chiqarib qo'yaman. Xullas, obunachilar, sizlar bilan xayr. Shu videoga 15 ta 20 ta like yiqqandan keyin shu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Xullas, xayr do'stlar. Sog', salomat bo'linglar.